So'kishga kelsak, bu so'kish endi odamlarga ozor berish, ko'pchilikni ma'naviy jihatdan jarohatlash, bizda gap bor. Nima? Til jarohati tig' jarohatidan o'tkir. Birovni so'kib yuragini, demak, xurujga chiqarib qo'yish bor. O'zidan ketib yiqilishlar bo'lyapti, qon bosimi oshib ketayotganlar bor, har xil narsalar bor. So'kish juda og'ir narsa. Ana turli so'kishlar bor. So'kishlarni ishlatib mo'min musulmonni so'kib, unga ozor berish harom narsa. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, sababul muslimu fisqun va qitaluhu kufrun. Musulmon odamni so'kish fosiqlikdir. U bilan urushish kofirlikdir, deydilar. Fosiq degani din chizib qo'ygan chegaradan chiquvchi odam degani. Birov mo'min musulmon odamni so'ksa, din chizib qo'ygan chegaradan chiqqan bo'ladi. Dinni chegarasidan chiqqan odam yana o'zini yomonligida davom etaversa, kufrga yetib boradi, deydi ulamolar. Alloh o'zi saqlasin.